hamma trenerlarning o'zini ishlash tembri, tartibi bo'ladi. Shunaqa narsa bo'lishi, yo'nalishi. Kimdir tezlik xohlaydi, kimdir sekinlik xohlaydi, kimdir mani xohlaydi, kimdir boshqa treneri xohlaydi. Tushunasizlarmi? Hammani hozir tabiga qarab shug'ullanadigan bo'lganda, настроенияsiga qarab. Shuning uchun kimga mani darslarim tezlik qilayotgan bo'lsa yoki odam ko'plik qilayotgan bo'lsa, bemalol mana shu trenerimizga o'tishingiz mumkin. Haqiqatdan zo'r rezultatlar bo'ladi. Chunki o'zlari ham yoshlariga nisbatan juda ham yosh ko'rinadi. Asosan o'zi trenerlar yosh ko'rinishi kerak. Yosh ko'rinadi, energichnilar, chiroyli, telolari ham chiroyli, o'zlari ham chiroylilar. Bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin. Mendan boshqa ularga o'tayotgan ayollar bexijolat bemalol o'tishingiz mumkin. Baribir gap meni joyimga kelasizlar-ku. O'shaning uchun tanlov o'zingizlarning qo'lingizda.